Sizlar so'ragan lokatsiyadan uyimiz tayyor bo'ldi, xudo xohlasa. Biz hozir KLSga kelganmiz. Shundoq zapravkadan to'g'ri tushib kelganinglarda katta ko'chada joylashgan. Ikkita yonma-yon hovlimiz tayyor bo'ldi. Ko'rsanglar bo'ladi, zahvati juda ham katta qilingan. Ikkita mashina yonma-yon, orqasiga yana ikkita mashina qo'ysanglar bo'ladi. Ikkita yonma-yon hovlimiz, katta zelen zonasi bor. 2 sotuv nari beri xudo xohlasa dokumenti chiqyapti. 6 ta xona, podvallari bor. Bu yerda letniy kuxnya, sanuzel, zelený zona, mashina qo'yish uchun joy bor bemalol. Qani ketdi endi, ichlarini ko'ramiz. Bizlar remontlari zo'r, idealni chiqqan. Kirishimizda mana shunaqa mягкий zona qilingan. Hol, maza o'tiradigan joy. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham современный stilda remont qilganlar okamlar. Bu yerda oshxona qismi, mebellari ham tayyor bo'lib turibdi. Oshxona kirishda mana shunaqa razdvижный oynalar eshik qilingan. Hamma joy to'pli pol qilingan, radiatorlari ham bor. To'g'rida zal qismi. Xohlasanglar bu stol stul zona qilasizlar, xohlasanglar yana bitta mягкий zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqdan bo'lsa orqa hovliga chiqsak bo'ladi. Havolantirishni tashlab ketilgan. Hop, dal yuramiz. Patologlarga e'tibor berasiz, juda ham baland qilingan. Bu yoqda bitta sanuzel, dushovoy qilingan va spalniy xonasi. Buni oynalari orqa hovliga qaraydi. Remontga o'zingizlar baho berib ketasizlar. Birinchi etajni ko'rib bo'ldik. Podval keladigan bo'lsa, podvalimiz где-то 50% podval, kotelniy va namozxona qilingan podvalda. Hop, ketdi endi ikkinchi etajni ko'ramiz sizlar bilan. Ikkinchi etajni planirovkasi va remontlari aniq ayta olmayman, lekin rost yoqadi. Давайте o'ng tarafdan boshlaymiz. Bu birinchi spalniy xonamiz. Ko'rsanglar, bu yoqda balkon qismi ham bor. Zo'r, juda ham yarkiy ranglar tanlangan, ko'z chachatmaydigan ranglar. Bu yoqda yana bitta spalniy, katta qilingan. Eshiklar ranglariga e'tibor berasiz, takoy seriya rang qilingan. Zo'r, uyga chiroy berib turibdi. Bu yoqda yana bitta spalniy. Xullas, tepada 4 ta spalniy bor общий. Bittasi master spalniy bo'ladi. O'rtada katta sanuzel общий. Bu yoqda garderob uchun mo'ljallangan joy. Bu yoqdan o'tasizlar и bizani master spalniyamiz o'zini sanuzel bilan. Tanisa jo'natib qo'yinglar. Hamma informatsiya описаниеda narxlari bilan bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Bizdan kuzatish davom etib e'tiborchi rahmat. Sog' bo'linglar.